Biz gunohlarni oshkora, pinhona sendan qo'rqmay qildik. Robbim, lekin baribir sendan qo'rqamiz. Parvardigor, bizlarni holatimizga tashlab qo'ymagin. Gunohlarimizni kechirgin. Mana katta jamoat duo qilib, qo'l ko'tarib duo qilib turibdi. Robbim, jamoatning hurmati, Qur'onning hurmati, masjidni hurmati, Habibing Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hurmati, gunohlarimizni kechir, duolarimizni qabul ayla. Farzandlarimizni bizlarga rahmat olib keladigan farzandlar bo'lmog'ini Robbim nasib qilgin. Ayollarimizga iffatni ber, afifalikni, tohiralikni, ibodatni Robbim nasib qilgin. Biz ayollarimizga bugun gapimiz o'tolmaydigan bo'ldi. Farzandlarimiz bizni quloq solmaydigan bo'ldi. Ota-onamizga biz bugun isyon qildik. Qur'onni, payg'ambarni, Allohning haqqini bilmay qoldik. Ne'matlaringni shukrini ado qila olmaydigan razil insonlardan bo'ldik. Robbil alamin, bizni hayotlarimizni o'zing isloh qilgin. O'zing isloh qilgin, o'zing avf qilgin, o'zing marhamat bergin, o'zing fazl qilgin. Parvardigor, bizlarni gunohlarimiz bilan hisob kitob qiladigan bo'lsang, aniq do'zaxiylardan bo'lamiz. Birortamiz jannatga kira olmaymiz. Robbim fazling bilan, karaming bilan, Rahmon